Diqqat, xalq tezkor xabar. O'zbekistonda kelgusi 5 kun davomida qanday ob-havo bo'ladi? O'zbekistonda kelgusi 5 kun davomida 12dan 16 avgustgacha jazirama issiq to'lqin o'z kuchida qoladi. Biroz shamol kuchayishi kuzatiladi. Respublika bo'ylab havo asosan ochiq, quyoshli va mutlaqo quruq bo'lishi kutilmoqda. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning markaziy hududlari Toshkent va Samarqand o'rtacha ko'rsatkichlar. 12 avgust hafta kuni chorshanba. Havo harorati kunduzi 38-41 daraja, kechasi 24-28 daraja. Havo holati quyoshli va juda issiq. 13 avgust payshanba. Havo harorati kunduzi 38-41, kechasi 23-26 daraja. Havo holati jazirama, ochiq osmon. 14 avgust juma. Havo harorati kunduzi 36-39, kechasi 22-24. Havo holati issiq, fon biroz pasayadi. 15 avgust shanba. Havo harorati +37-40 daraja, kechqurun esa 22-24 daraja. Quruq va issiq havo. 16 avgust +39 daraja kunduzi, kechqurun esa 24-25 daraja. Quyoshli va jazirama havo holati. Hududiy ogohlantirishlar. Shamol va chang to'zonlar hafta davomida respublika bo'ylab ba'zi joylarda sharqiy shamol tezligi 12-14 metr/sekundgacha kuchayib, chang to'zonlar keltirib chiqarishi mumkin. Janubiy hududlar Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida harorat nisbatan yuqori bo'lib, kunduzi 41-43 darajagacha ko'tarilish saqlanib qoladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar